Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Avega Service xodim Jahongir Jamol Xolasa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha Centrum kompaniyalari registratsiyamiz boshlangan. Passajirlarni chiroyli qilib o'tkazib kuzatib olyapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Biletlar bo'yicha faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda aloqa chiqarasizlar. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, qo'ldan kelgancha harakat qilib chiroyli qilib o'tkazamiz. Faqat ko'rsatilgan telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet farqlaydilar. Ko'rsatilgan raqamlarimizga bog'langan holda telefon bog'lanib, WhatsAppdan pasport tashlab bilet xarid qilishingiz mumkin. Telegram kanalimiz bitta 30 ming obunachidan ko'p ega bo'lgan, o'sha bizga tegishli. Bironta boshqa kanallarimiz yoki telefon raqamlarimiz yo'q. Telefon Telegramga kirsangiz ham hamma profillar ochiq turadi. Yopiq emas, nomerlar tak bo'ladi. O'shaning uchun aldanib qolmanglar, ehtiyot bo'laverasizlar. Chunki deganda mashinalar hozirgi kunda dekabr oyi uchun ko'payadi. Chunki nimaga? Biletlar qimmat bo'ladi, ularda 10 ming, 15 ming, 5 ming farq bo'ladi. O'shaning uchun aldanib qolmanglar. Xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha like bosib, iloji boricha storylarga qo'yib tashlaysiz.